Qalaysizlar qizlar, yaxshimisizlar? Bu meni birinchi 30 mingga yaqin bo'libmiz. O'sha 30 ming obunachim bo'lgan bo'lsa, hech qaysi videomga azvuchka yozmaganman. Tilim jingalak bo'lib ketyapti уже mana bilinyapti. Umuman azvuchka qilmaganman videolarimga. Ozgina kirim qildim, yuzlarim o'sha qaranglar, hamma joyini yopib yubordi, o'sha oqartirib, bezraytirib bir nimalar qilib yubordim xullas. Makiyaj qilmasam hamma aytadi, yosh qizchaga o'xshab qolasiz. O'shaning uchun kattaroq ko'rinib, sal odamlar assalomu alaykum deb yosh bolalar salom berib o'tib ketish uchun bo'yam olaman. Sal yoshim kattaroq ko'rinishi kerak. Yana o'sha qaranglar, voy tilim jingalak bo'lib ketyapti, gapirolmay qolyapman. Chunki men video tezlashtirganlarga hayajonlanib ketyapman shekilli. Keyin mana yaxshilab jiltirab oldim, ko'zlarimni yaxshilab yaltiratib, chiroyli qilib yubordim. Podvodka chizib olaman har doimgidek. Podvodkam bir xil vaqt ikki xil chiqib qoladi, bir xil vaqt 3 xil 4 xil ham bo'lib ketadi. Juda shoshib qilganman, montajda ham bitta tezlashtirib yuborib qo'yganman xolos. Qoshimni 2 xil qilib bo'yab olaman. Qaranglar, yaxshilab qarab turinglar, sezasizlar. Bittasi qalin bo'lib ketadi, bittasi ingichka bo'lib qoladi, chunki shoshib turibman. Ko'chada meni ishlar kutyapti. Men bu yoqda bo'yanib sizlarga video olib o'tiribman, to'g'risi. Azvuchkani bu videoni ertalab olgan bo'lsam, azvuchkani obeddan keyin soat 3 da olyapman. Qoshni qaranglar ahvolini va juda shoshganman o'zi ham. Sizlarga gaplarimni yetkazib berishga harakat qilyapman. Gaplarim nima xullas? Qaranglar, mana tush qo'yib oldim, ko'z tush ishlataman 10 minglik. Bir xil vaqt kiprik yopishtirib olarim, lekin hozir shoshib turganim uchun kiprik yopishtirganim yo'q. Chunki kiprigim o'zi yetadi degan holatda ko'z tushini yaxshilab surib oldim. 10 mingga olganman, 10 mingga qizlarjonlar, 10 ming originali, buni podelkasi ham bo'ladi, lekin men originalini olganman. Labimga kontur chizib oldim, bir pochka kontur olganman. O'shaning ichidan shu rangini tanladim. Men bu pomadaga o'xshaydi, lekin pomada emas. Voila dedim-da, mana qaranglar, basharani o'zi chiroyli qilib oldim. O'zi basharani ko'rsanglar qo'rqardilar, lekin mana odamning bashara